O. Hoppa! Yes! Jonida. Voy. Ancha davr buni qo'y. Masa qilmadi hozir. O, katta. 1,5-2 kilo atrof. To'xting shu. Mana. Voy, bular dahshat-yu. 2 kilo keladi deyman. Voy, katta. Mana. Voy. Aha. Hoppalang, yes. Hoppalang. Yaxshi. Ko'tarvormi? Yes. Ishlab tashladingiz. Bu sakrashini qarang. Yes. Vallahlarini yemsa. Nima deysiz? 1 kilo. Ya 2 kilo. 1 kilo bormi? 2 kilochi. 2 kiloni? Ha. Semiz baqalovni ustiga. Sekin tortib olasiz. Hali qo'yish qog'ozlari. Bugun mana 5-iyul. Gulistondamiz. Mana bitta kanal bor ekan, rixozlardan chiqadigan. Lokatsiyasini berishuvdi. Hozir urinib ko'ramiz. Mana bu yerda bizning gulistonlik katta ribaklarimiz bor ekan. Bular ham mana baliq ushlab o'tirishdi. Rezultatlarni qo'yamiz. Yaqinda kelib joylashdik. Endi mana birinchi qarmoq. Sekin mana shu ko'prikni tagiga birinchi qarmog'imizni tashlaymiz. Birinchi qarmoqni tashladik. Friksionda yaxshi. Chang'iroqlarni ilamiz. Sababini qilamiz, rizq Allohdan. Mana bu yerda bambukka ham tashlab qo'yishdi, poplavokka. Ko'ramiz natijalarni. Ikkinchi qarmoq tayyor bo'ldi. Unga pop-up bilan bodringni kombinatsiyasi. Volgas kelindi. Azini ham ko'ramiz. Uzoq qochishi ham hojati yo'q. Shaqamishni ham tashlab qo'yamiz. Sularni qotirdik. Tayyor. Joyi zo'r. Xudo xohlasa, yomon tomoni mana bu proходной двор ekan-da bu.
Ha, o'tgan ketgan. Mana most ko'prik mana shu yerda kelganlar hamma har 5 minutda aka nima bo'lyapti, nima tushyapti, hamma bilan jon muomala qilish kerak. Natijani ko'ramiz sal kechiksinchi. Ana nima bo'lar ekan. Hozircha bir ikkita qarmoq otib qo'ydik. Hozir qolganlarni tayyorlaymiz. Birinchi patlyovka. O, вообще tortishi zo'r-u. Anchadan beri bunaqa mazza qilmagan edi odam. Kattaroq urdimi deyman. Kevor. Sazan xudo xohlasa. Ana qochib ketyapti. Hoppa. Yes. Jonidan. Voy. Anchadan buni qo'y. Mazza qilmadi odam. Katta. 1,5-2 kilo atrof. Tepaga olib chiqaman. Молодец. Yaxshi. Yaqiniga olib chiqdim. Sadokka oldi. To'g'rilab olishim kerak. Mana balu. Voy. Ashi dahshat. Hozir sadok to'g'rilab oling. Hozir pochini yomon emas. Ko'sti emas. Sadokka olib suvga tashlab qo'yamiz. Qani silikonga asalli silikonga ilabdi. Ana o'rtoqlar yomon emas. Pochcha qamishlarning orasidan urdi. Yaxshi. Ana ikkinchisi ham. Sadokka uzoqroqqa tashlash kerak edi. Chetroqqa. Baraka. Birinchisi yomon emas, odam mazza qilardi mana. Shaqillatib tashladi, bukib tashladi. Oho. Yaxshi. Yaxshi. Kevor. Молодец.
Albatta to'palang. Yaxshi saza. Yaxshi silikon uryapti. Silikon urinyapti deyishuvdi. To'xta. Urmas ekan. Qarabsiz. Brataning oldiga bor. Qani qo'lli yuborlik endi. O, yaxshi uryapti. Молодец. Atsak olib keling. Yaxshigina. Keling qani joy shoshmang. Ha, bu yoqqa oling. To'xting. Voy, bular dahshat-yu. Kilo keladi. Voy, katta. Mana. Voy. Aha. Dahshat-yu. Yaxshi mingan ekan-da. Mahkam shu. Shoshmang. Voy, mana bitsa bo'ladi. Молодец. Chaqiruvlaring, sheriklaring ham. Ichkariga o'rtoqlaringni oldiga bor. O'sha qamishlarni oldidan uryapti Farhod aka. Qamish ichidan kelyapti. Bu ham silikon. Xudo xolasa yomon joy emas ekan. Baliqlari ham yaxshi yiri. Bu qarmoz salpa qimirlayotdi. Shu arqoni. Ayyo. Bu yoqqa o'tib qoptimi deb o'tdim. Joyida ekan. Shu qitirlayotdi mashinasi. Mana tongam otdi. Xudo xolasa kechqurun o'sha 3 ta sazan oldik. Shu kun botayotganda 2 ta soat 10:30larda yana bitta olindi. Shu bilan mana hozir tong ottirdik. Hozircha jimjit. Mayda baliqlar ana turibdi. Urib qolar xudo xolasa. Nasib bo'ladi.
Ketolman, ketolman. Ketolman. Voy. Ozgina yetmayapti-yu. Hoppalangiz. Chiqib ham ketibdi qarang. Anamiz ham jig'latuvdi-da, chiyin bo'lib qoldi, hozir bormi? Voy, yaxshi. 1,5-2 norasi. Katta. Qaramadingizmi? Nimani? Mana shu qiyshayotgan ekan qalmoq. O'ynayotibdi uch mashinasida. Yo, men ayoq ham o'ynayotdi anunisi. Hozir anuni ham ko'rish kerak. Kursholani ahvolini qarang mana. Kurshola yo'q, qalmoq qanaqa. Oyoqdan suv o'tdi. Zato Oppa. Qanaqa chiqdim? Hoppala. Ayoqda yana bittasi urib jin bo'lib qoldi. O'shanga qarab turdim. Yetdim uryapti deb. Yaxshi yirik baliqlar bor ekan. Hozir bu 4-so'zi. Bittasi sal kichikroq. Uchtasi birdan yuqori. Ha. Sadogi zachi. O, baqvat вообще. Mana, bo'tma bitti. Mana. Yemaganingizda quyonni tortarkan parda. Hozir anuni ham ko'rish kerak bittasi. Ilini yotibdimi, yo'q, qo'yib yubordim o'shanga. Yaxshigina urdimi? Mashdan qaradim, unda bukildi-da. Borsam jim bo'lib qoldi. Ochayapsan. Hoppala. Normalniku bilasan? Hay. 1,5-2 norasi, xudo xolasa. Qarmog'imiz sal bezovta bo'lib qoldilar. Yetolmadi shekilli. Tiq urib qo'ydi. Tegmasam bo'lar ekan, ancha bu yoqqa surib yubordim. Ha, mayli. Yana urdi. Xolasi esalomon chiqarib olsak bo'ldi. Ay, Farhod aka uchib ketdilar, menga qo'yib. Sifarsin ham bo'lib ketdilar. Shoshmasdan tez. Nima deysiz? Yo'q. Voy, chiqib ketdimi? Yaxshi ilinmabdi-da. Bu tashadi-yu, tandan chiqib ketgandek. Mayli, nasib qilmaganda.
Ha, shu chuqurga otuvmidingiz? Ha. Qora joyga otib qo'ydim. Nomningiz ham bo'shab qolibdi-yu. Bir chiqib ketadi, ikki chiqib ketadi. Bitta kurchoq. Aha. Zo'r tortdi. Yur. Chiqib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Chiqib ketibdi. O'shaning uchun jim bo'lib qo'ygan-da. Urdi наконец. Ой, молодец. Voy, men o'zimniki ham urdi hozir. Hozir 1 minut. Hoppala. Yaxshi. Qaranglar, hammaniki ham Farhod akamniki yurtdi. Молодец, молодец. Yaxshi ilinibdi. Xohlasa mana 5-sazan. Shu qanotimdan ilim qolishini turdi. Faqat bo'yliga uryapti deyishuvdi. Bo'yli ham otib qo'ydim. Har xil narsalar qildim. Lekin silikonga tushyapti. Hozir mamaliyasini ustiga bostirib yotamiz. Hozir men anaqa qildim, mana Farhod akam ham oldilar. Endi bu baravar urib qoldi-da. Rasa baqirdim. Yo, ziyodilar dediz, meniki o'shanda menikini ham urdi-da. Mana oching sadobga. Yaxshi ko'z tegmasin. Ungacha yo'q, ungacha ochila uradi deydi. Qo'yvaring. Ana qarasam. Mana bo'ylab qo'y. Yaxshi qimirlab qoldi yana. Hatto kulib oldi. Ana baliqlarga boqonga non tashirdim, maydalar maza qilishyapti. Pir, bayram. Sladkий stol вот. Maza qilishyapti baliqlar. Xomtalash. Maza qilishyapti. Hozir. Kimdi u? Bor.
O, torchlar yaxshi. Aşık ol kelasın. Ha, ular tiqi yana qayda? Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Kirib ketdi bilasan. Shoshmang. Shoshmang. Shoshmang, yana uryapti o'tdi. Past, endi sekin olib keling. Ko'tarib yubormang. Yes. Ushlab tashladingiz. Bu sakrashini qarang. Akrobatga o'xshaydi-yu. Brat akrobat. Buni qattiq urib tashlamadi, sekingina jingiz. Boshida ana qilib turdi, keyin tortdi. U yaxshi ana qilibdi. Ilinibdi. Gap yo'q. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Mana borga o'xshaydi. O bor ekan yana. Patsakka olib beravering. Ha, davay. Men o'zimga olib beravera qoling, yo. Hoppala. O. Yes, yana bitta. Siliko va anaqa deb o'yladim. Amur ekan. Kichikroq amur ekan-da. Anchadan bir amur tushmayotdi. U yuqori anaqasidan olibdi-da. Amur. Yomon urdi. Voy, anaqaga kirib qoldi-yu. Bu yoqqa yuring, bu yoqqa. Ha, sekin. Ha, cho'p turibdi, ko'ryapsizmi, cho'p turibdi. Ko'rsating sal orqaga ketsin. Shu baquvvat shekilli. Qo'ying ketsin orqaga. Qo'ydim anaqasi. Bu yoqqa qarab kelyapti-da. O'ralashib qoldi Pablo. Ay, mana aynamga. Chuqurmikin bu? Bilmasam. Ushlab turing, tortmang. Bu yerdan emas, naryoqdan anaqa qilish kerak. Altdan tushsa chuqur deysizmi? Naryoqdan anaqa qilish kerak. Bu yoqdan emas, u naryoqdan tushish kerak. Naryoq bu yerdan. O'sha yoqdan kelish kerak. Ha, bu yerlar chuqur. Qani? Ya chuqur emas. Shuni tushib bormoq. Batqoqda o'sha naryoqdan anaqa qilish kerak. Qanday qilmang? Tursin. Yaxshi ilinganga o'xshaydi. Ha, boringchi.
Zatsipga ilindi. Hozir Farhod degan naryoqdan aylanib. Mana qisillarchi. Ishqildoqni olib tashlay qoling. Mashinasi yomon-da, katta baliq ilingandan keyin karyajniki ilinib qolsa shundan yomon ya. Yaxshi bitta krючок. Agar ikkita uchta krючок bo'lsa ham boshqa krючокlar ilinib qoladi. Qamishdagi o'zini urdi-da. O? Yomon bo'tqoq ekan, tizzagacha kirib ketyapti odam. Yurib bo'lmaydi. Tapishga qolib ketyaptimi? Tizzagacha bo'tqoq ekan. Ha, qayta qoling, qayta qoling. Yo, lotkani ishiramizmi? Lotkani yurgizasizmi? Lotkani ishiramiz bo'lmasam. Tort nariyoqqa o'ng tomonga ur. Sayoz joy ekan u. Lekin mana bu sayoz bo'lsa ham bunday tushganda tizzagacha odam anaqasi batqoqqa kirib ketyapti-da. Yurib bo'lmadi. Endi mana chiqib ketmasa bo'ldi. Mana bu qarmoqlarni sekin yig'ishtiraman. Xalaqit beradi. Boshqa tortamiz keyin. Buni hech bir narsa qolmagan ekan. Bo'ylar yeb bo'lgan ekan bo'ylasini. Bosh paytda endi telefon. Ayyo, mana joy ochyapman. Xalaqit beradi-yu, men bilib baribir. Turibdi. Nima qilamiz? Ekstrenni lotkani ham nasib so'rdik. Endi shunaqa qilib olmasa bo'lmaydi.
Qatsak o'sha yerdamidi? Qayerdan tushiramiz? Hop, qatsakka oldin. To'xta, oyog'im tegib ko'rinmayapti. Ya bu qamishli joy bo'lmaydi. Teshadi sal nariyoqdan. Ana qarmoqlarni sal bu yoqqa suring. Olib tashlaysiz ham. Mana o'rtoqlar. Ekstremalniy ribalka tushuninglar. Keyin anaqani ushlab turasiz. Farqdagi anu qarmoni. Hozir. Tor joyda osh yeganda keng joyda mish yegin degandek. Mana zatsib kelingan balon oldiga ketyapman. Qayerga endi sal tortingchi. Ana hozir. Voy chiqib ketdi-yu, torting. Vaqtliroq chiqmaysanmi? Voy onangga. Ketyapman. Bu yoqqa olib keling endi, sekin. Olib keling. Bu yoqqa olib keling. Voh, zalato'yu. Bu yoqqa olib keling. Olib keling. Yes. Vallahlarini yemsin. Nima deysiz? 1 kilo. Ya 2 kilo. 1 kilo bormi? 2 kilochi. 2 kilolimi? Ha. Semiz baqalovni ustiga. Sekin tortib olasiz. Yo'q, bu baquvvat ekan-ku. Ha, baquvvat. Alhamdulillah. Ko'rdim chetda odam baliq ushlagan. Har kuni chetda men ko'rmayman. Har kuni kelyapti odam. 9-baliq bu hozir. Sizga endi bo'lyapman deydi. Ham o'z birinchi kelishimiz. Qancha ko'p kelyapti birga odam. Gala. Mana ashdan keldi. Chiqib ketganini qarayman. Qattiq ekan-ku. To'xting, men tushib oldik, keyin qilamiz. To'xting. Shoshmang. Teshiladi anaqasi. Turursan. Qani? A? Yo'q, chiqadi. Nima Nima bu laqam yana? Sasan. Voy ichida. Gap yo'q, endi ko'rdim. Baliq ushlagan odam ketdi. Oh. To'dasi. Молодец. Ana bu ushlaganimiz ko'rdingiz-ku. Hoppa. Qochib ketadi. Alhamdulillah.
O'zim kiraman dedim, tegmasdimki bo'sh qolgan. Ha, batqoq bu. Shunday. O'zi- Olib bo'lmayapti bo'sh qolgan. Amalladik-da, xullas. Ozgina yursa yana Patsak. Patsaksiz chiqarib olaman. Ketdi. Bir xil tingani. Ha, mayli. Amirni bir narsa edi. Riski yugurdi-da. Ding urildi-da. Ha, mayli chiqsa. Tirdik, xudo xolasa. Kechasi hech narsa bo'lgani yo'q. Suv tiniq. Bu yerda kechasi suv tinirkan, kunduzi loyqalanar ekanda. Tepada sholipoyalar bor ekan, o'sha sholipoyadan suv qo'yishar ekan shekilli edi, shunaqa deyishdi. Endi ko'ramiz anaqasini. Hozir qirg'oqga yaqinlashib ham bo'lmayapti. Qirg'oqga shuna yaqinlashsa balular, mayda baliqlar qochyapti, trevoga bo'lyapti. Qani ozgina kutaylikchi. Rezultat bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa sekin yig'ishtirib uyga jo'naymiz edi. Ana kakkular ham kakku qilyapti. Ana Farhod akamga tushdi yana bitta. Mana shu qamishni orqasiga olib chiqib qadi. Olib qochib ketdimi yoqqa? Bitta sudrab yomon urdilar ekan. Endi vaqti keldi. Ana ular hammasini yig'ishtirib qo'yibsiz-a? Shoshmang. Ana tapishkangizni ham kiyib oling, oyog'i anaqa bo'ladi, straxovka bo'ladi. Yaxshimisizlar? Mana patsakka olasizmi? Ha, qamishni orasiga kirib ketdimi? O, nariyoqqa ketyapti. Ehtiyot bo'ling, shoshmasdan. Balchiq. Lekin kirib bo'lmasdi. Yaxshi chiqyaptimi aka? Jimjit edi kechadan beri, endi urdi. Qamish orasiga urib ketdi baliq. O, Hali bor turibdi. turibdi, bunday anaqa qilib qo'yapti. Tepadan naraqa dals yurishingiz kerak-ku. Naraqa qarab dals. O'ral qo'ygan taqalyapti-da. Yarım kilo 700 gram bir kilo chiqadi. Topdingizmi joyini? Ekstremalniy ribalki. Вот. Kechiring kanalni bo'yicha o'rib, hozir dedim Makka qolib ketdi, Makka o'sibdi dedi, qaytib uyga borib o'tirdi. Makka borib bersam, panarim ham qolib ketdi. Tarmoq olib keldingmi deyapti. Sadokka anaqaga patsakka savoling oldin. Keyin buni aylantirib chiqaraveradi.
Kechqurun shunday bor, qayta o'tirib, qayerdan bo'lmaydi. O'n desam, tashishga shiydi. Tashishga bitta bosiz, qayerga o'tiramiz. Bo'shashtiraymi? So'g'ing sekin. Shoshmasdan ehtiyot bo'lib chiqaring. O, yaxshi-yu. Sekin ehtiyot bo'lib oyam tegdi. Cho'milib olaman deyapti, mana cho'milib. Rezinga yuryaptimi aka? Ha. Krevetka yo'q bo'pti. Chuvalchenni mayda balol yeb ketyapti. Krevetka ham bitga ani aytmaydi. Sekin shu bo'ladi. Ha. Ana. Voy! Hop chiqdik aman. Samigilarni. Nimada? Promoq bo'lmadi. Yashayana bo'lar ekan. To'xtang, shoshmang. O kattagina. 1,5 litr shekilli. Farg'at ekan g'alabalari. Bu anaqa patsakka sovering. Olib chiqishon so'rab. Hafsalangiz pir bo'lib qoladi. Ya, o'sha yig'ishtirib qo'yganingizga, ayo qarmoqlarni yig'ishtirib qo'yibsiz-ku hammasini. Mashina yig'ishtirgan kelyotgandim, ishonasizmi? 3 qadam toshuvdim, tortib ketdi. Ishadi, Farhod aka, shoshmang hali. Hali shans oldinda. Ara, sekin chiqib olamiz. Hoppa. Yasada qochoraman. O'ziga qo'l istiq qo'ling yaxshi. Amalladik. Ketganim qarang bo'lsam, shu tizzadan sal baland ekanda. Asqarga o'xsha, ana esidan melodiyada. O'tkilan qoldi. Nima qilaman? Ichasan, suvga shap o'zini otaverdi-yu. Zato olib chiqdi. Echkilar. Voy. Echkilar ko'p ekan. Qo'ylar ham yaxshi qo'ylar. Suvlar qopti ko'p. Cho'loqlanganlar. Mana bu echkilar yungini olsa bo'lmaydimi? Suvlar qopti-yu. Ular oladigan odam kerak. Ha, endi u kasal bo'lib qolmaydi, olish kerak-da yungini. Ana uni vobshe bir 20-30 sm bo'lib ketdi shekilli. Ana bo'ri bosar axrani. Ana ko'rib oqaylikchi. Yo'q. Chiqib ketdi. Ololmabdi. Mayli akalar sizlarga. Bugun 7-midi Farhod aka mana bugun.
Hozir yig'ishtiryapmiz. Ikkita noch bo'ldik. Birinchi noch yaxshi bo'ldi, ikkinchi noch jimroq bo'lib qoldi. Xullas mana yig'ishtirib ketganimiz mana natija. O mana ikkita bir yarim. Keladi. Opchi ko'ring. Assalomu Mana Ziyodirlarni natijalari yomon bo'lmadi. Yaxshi balolar tushadi. Tuttu. Shuni bitta videoga olsam ma'lum. Yo'q, o'rtog'im bir oydan men sizga bitta baliq tutganman, mana deb ko'rsatay. Ha, men ishlarim. Tomoshabinlar Ribaklar kelib qolishdi. Shu kichkina joydan davom ettiramiz. Paketimiz qani edi? Nima o'yinda qo'lingizga? bular syomka qilarlar bular. Blogerlar. Bloger. O'rayam. Yo, bismillah. Qo'chalar. Mana bunday qilib. Bu sizniki emasmidi? Yo, ana ichkarida. Yani bittasi qani? Qochibdimi deyman. Mana bugungi yomon bo'lmadi, xudo xohlasa. Qurbonga baraka. Umringlar baraka. Mana charchamayinglar, Sog' bo'linglar. Xudo xolasa kelib qolamiz.